izotoplarning qaysi xususiyatlari bir xil bo'ladi? Demak, bu yerda ko'rib chiqamiz. Masalan, kislorod izotopini oldik. Izotoplar bitta elementni har xil atomi bo'ladi. Izotoplarda demak doimo element bitta bo'ladi. Bitta elementga tegishli bo'lgan har xil atomlar bular izotop hisoblanadi. Masalan, kislorod elementi. Kislorod elementining har xil atomlari bor. Kislorod 16 lik bor nisbiy atomasi, kislorod 17 lik bor, kislorod 18 lik bor. Hammasi kislorod, faqat nisbiy atomasi bilan farq qilyapti. Va hammasi Mendeleyev davriy jadvalida 8-tartib raqamda joylashadi. Tartib raqam nimani ko'rsatadi? Tartib raqam proton soni, elektron soni va yadro zaryadini ko'rsatadi. Proton, elektron, yadro zaryadini ko'rsatadi. Endi mana kislorodda protonlar soni tartib raqami ko'rsatadi, elektron va yadro zaryadi tartib raqami ko'rsatadi. Demak, protoni 8 ta bir xil ekan. Izotoplarda protonlar soni bir xil ekan. Chunki tartib raqami bir xilda. Ko'kda qildik. Elektronlari tartib raqam ko'rsatardi. 8 ta, 8 ta, 8 ta. Bir xil ekan. Yadro zaryadi tartib raqam ko'rsatadi. +8, +8, +8. Bir xil ekan. Mana shu uchta proton, elektron, yadro zaryadi bir xil bo'lar ekan. Va endi neytronlarni topamiz. 16 dan 8 ni ayirsa 8 ta. 17 dan 8 ayirsa 9 ta neytron. 18 dan 8 ayirsa 10 ta neytron. Ya'ni nisbiy massadan tartib raqami ayriladi. Nisbiy massa tepada mana. Nisbiy massadan tartib raqami ayiramiz. Mendeleyev davriy jadvalida berilgan kislorod 16 lik edi. U eng ko'p uchraydigan. Lekin 17 lik, 18 lik ham bor. Ular kamroq uchraydi. Shuning uchun Mendeleyev davriy jadvalida taxminan 16 bo'lib turibdi. Endi nisbiy massasi bunda 16, nisbiy massasi bunda 17 va bunda 18. Nisbiy massalari, neytronlari har xil bo'lar ekan. Demak, bu yerda to'g'ri javobdir. Birinchisi protonlar soni bir xil, ikkinchisi neytronlar soni har xil. Uchinchisi elektronlar soni bir xil, tartib raqam ko'rsatadi. To'rtinchisi atomlarning massalari, nisbiy atom massasi mana har xil 16, 17, 18. Beshinchisi yadro zaryadlari tartib raqam ko'rsatardi. Mana +8 hammasi bir xil. Demak 1, 3, 5 to'g'ri javob A bo'ladi.